O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-mart kuni korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi yig'ilishida ishtirok etdi. Yig'ilishda yurtimizda korrupsiyadan xoli muhit yaratish bo'yicha qilingan ishlarga baho berilib, kelgusi vazifalar belgilandi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida korrupsiya islohotlar yo'lidagi eng katta to'siq va g'ov ekanini ta'kidladi. Bugun mamlakatimizda avvalo korrupsiyaning omillariga qarshi kurashilmoqda. Masalan, shaffof qurilish dasturi joriy etilgandan keyin qurilish sohasida ham ijobiy o'zgarishlar sezildi. Qurilish va ijro kommunal xo'jalik vazirligining huzurida shaffof qurilish platformasi ishlaydi. Bu platformada asosiy maqsadimiz insonlarga qulay va tezda sharoitlar yaratib bergan holda qurilishlarini, fasadlarini kelishni, loyihalarni kelishni, qurilishlarni boshlashni, tegishli ruxsatnomalarni berishni tezlashtirish va inson omili ishtirokisiz korrupsiyani oldini olish maqsadida tashkil qilingan. Shu davlat xizmatlari orqali 2024-yilda fuqarolarning yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan 4000 ga yaqin murojaatlar qabul qilingan. Bu murojaatlarning asosiy 70% qanoatlantirilgan. 30% ga tushunchalar berilgan. Rad qilinganlar tahlil qilganimizda shaharsozlik norma qoidalari, bosh rejalarimizda mavjud emasligi, sanitariya gigiyena talablariga javob bermay, yong'in xavfsizlik talablariga javob bermaslik sababli qayta ishlash uchun, qayta ko'rib chiqish uchun tegishli tashkilotlarga yuborilgan va bu hozirgi kunda ko'rib chiqilmoqda. Tender savdolarini o'tkazishda ham elektron platforma orqali qurilish tashkilotlari inson omilisiz davlat xizmatlari orqali yoki o'sha shaffof qurilish orqali quruvchilar yutib olish, qurilish pudrat tashkilotlari tomonidan qurilishlarni bajarish uchun yutib olish. Loyiha tashkilotlarimiz ham davlat tomonidan o'sha davlat xizmatlari orqali platforma yaratilgan shaffof qurilishda. Ular ham loyihalarni ham platformada yutib, inson hech kimni ko'rmasdan, hech kim bilan gaplashmasdan, muloqot qilmasdan, har xil omillarga, korrupsiya holatlariga uchramasdan hammasi shaffof orqali olish imkoniyati yaratilgan. Yurtboshimizning bergan topshiriqlariga asosan o'tgan yil ham ancha 1000 ga yaqin bunyodkorlik ishlari hududimizda, Jizzax viloyatimizda amalga oshirildi. Bu maktablar, sog'liqni saqlash binolari, undan tashqari tadbirkorlik faoliyati bo'yicha savdo majmualari, bozorlar qurildi, parklar, istirohat bog'lari qilib berildi. Bugungi selektordan keyin juda qattiq biz shaffof qurilish bo'yicha gapirib o'tganlaridan keyin juda qattiq bel bog'lab oldik. Xudo xohlasa keyingi yilda juda ham katta 1000 emas, 5000 ga yaqin qurilishlarni sifatli bajarishga ichki ishlar organlari, prokuratura organlari, viloyat hokimligimiz, asosiy viloyat hokimligi boshchiliklarida bu ishlarni amalga oshirishga bel bog'lab olamiz va bu bugungi topshiriq juda qattiq bizga ta'sir qildi. Korrupsiyani oldini olish bo'yicha tegishli mutaxassislarni o'tgan yil 27 ta bolani shaffof qurilishni o'rganish, malakasini oshirish, sifatli ta'lim bo'yicha Qurilish va ijro kommunal xo'jalik vazirligi huzuridagi kompetensiya rivojlantirish markaziga o'qitgan edik. Xudo xolasa keyingi yilga shuni 2 barobarga oshirib, asosiy maqsadimiz yurtimizda, Jizzaximizda bo'lib o'tgan bunyodkorlik ishlarida sifatli qurilish, bunyodkorlik ishlariga ko'maklashish. Maqsadimiz shuni deb bugungi selektorlar katta kuch bilan belgilab oldi.